Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Chorvaga qiziqib turgan aka-ukalarimizga bitta life hack deydimi? Ko'ryapsizlarmi? Bu briket tayyorlaydigan apparat. O'zi asli bu hozir kelib ko'rib o'zim hayron qoldim. Mol o'rtog'imni uyga keldim hozir 10-12 ta novvoslar qilib boqib qo'yibdi. Mana yosh novvoslardi bular. Hali qimmat mollar bor-ku, shunaqalardan. O'zidan chiqqan go'yni briket qilib chiqaryapti mana o'rtog'im, qaranglar. Go'yni ham endi ha deb birovga bersangiz ham olavermayapti. Hozir hamma nozilashib ketgan. Olib chiqib ketsangiz bepulga ham olib chiqib ketmayapti. Unga berasiz, bunga berasiz, o'zingizda ham to'lib ketadi 10-15 ta novvos bo'lgandan keyin. Buni sizlarga ilinib qo'ydim. Novvosga qiziqib, novvos boqib, chorvaga qiziqqan aka-ukalarimizga mana shu briket apparatini tavsiya qilyapman. O'zim addushi. Chunki bundan chiqqan go'yni shetda o'zida mana. Keling ko'rsating bitta. Mana molni tagidan shuni tortib menga tushirasiz. Mana shunday bosasizda menga qo'yib, любой joyga qo'yib turib, kun tushib turadigan joyga. Bitta ko'tarasiz mana tomon. Qarang, buni to'rttadan teshigi ham bor ekan. Nimaga ekan bu teshiklar desam, yonishi yaxshi bo'lar ekan. Havo kirib turib orasiga, endi bir-birining ustiga minib qolsa, havo kiradigan joyi bor, o'chmasdan zo'r yonaverar ekan. Akalar, ekranda o'rtog'imning nomerini qo'yib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa mana, chorvaga qiziqqan akalar bemalol bittadan olib qo'ysa. Yopishib qolmaydimi? Yana 3-4 ta quyib ko'rsatingchi. Hali ko'pchilik aytayapti, yopishib qoladimi deb. Mana videoni uzganimiz yo'q. Keyin nimasini ko'ryapsiz, to'plangan yo'q. Shunday quyulaveradi. Mashqqa qo'yib turib mana. Mana 5-6 quyib ko'rsatib bering, vash tekis chiqyapti. Buni hali suv quyib tayyorlash kerak deyapti, shart emas. Shunday o'zidan chiqqan hozir ko'rib o'zim hayron qoldim. Hali buni chiqarib aqa toshib aqata o'zi nam yaxshi bo'ladi. Birinchi hamma biladi buni. Qo'yib turib bitta ko'tarasiz. Tamom, tekis mana. Buni o'tlarga qo'ysangiz ham 1 kun 2 kunda yetilib suv qochsa, sirasi bir joyga bor taklab qo'yilsa, quyilganlari ham bor. Bitta ko'rsatib bering. Bular ham bor ekan-a. Ko'mir toqonni ham quysa bo'ladimikin? Bunga aralashtirib olsangiz yaxshi zo'r bo'ladi-ku. Necha kun oldin quyilgan? 2 kun 3 kun bo'lib pishkilar bunga. Yo'q, irg'itsa chachilib ketmaydimi? Yo'q, mana. Video tuzmasdan ko'rsating mana. Futbol topga o'xshab qolibdi-da. O'xshab qolibdi. Bu tepsi ham bo'laveradi. Teforsiz ham bo'laveradi, qattiq ham bo'laveradi. Yog'siz ham bo'ladi 3 kundan keyin. Buni eng qizig'i, misol novvosda va chorva boqayotganda iloji boricha hamma ham rasxodni kamroq qilay deydi. Chunki mehnatga yarasha pul qolish kerak. Buni ertadangi 6 oy, 1 yil boqib turib olib chiqib sotsangiz, o'sha arzimagan summa ham bunga foydasi kamayishiga sabab bo'ladi. O'sha narsani oldi olinadi, o'zidan chiqqan go'yni chiroyli qilib briket qilib taklab qo'ysalaring, buni hatto bashi nima deydi, atala qilganda qozonga yoqib, bemalol o'zini o'zidan chiqaradi, kamaytirib, novvosdan qoladigan foydalar yana ham ko'proq bo'ladi o'z cho'ntagingizga. Bu narxlarni necha puldan ekan? Narxini aytmabmiz haqiqatdan. Buni narxi kelib olib ketuvchilarga 250 ming so'm, dastavkasi bor hamma viloyatga, Qoraqalpog'istongacha 50 ming so'm dastavka xizmati. Kelib olib ketganga 250 ming, bitta olsangiz ham 10 tasidan beraveramiz. Adreslarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga qarashli Paxtakor mahallasi, Marg'ilon, Yozyovon trassani bo'yida. Yo'lni bo'yida ekanda. Yo'lni bo'yida. Bemalol kelib, olasizlar, ko'rib, shu yerda o'rganib, bitta uyga olib borib qo'ysalar akalar. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. O'zi listlarini ham qarang. Qalinligi ko'rinib turibdi. Choklari ham bilinmayapti. Choklari bilinmayapti. Eng qizig'i yengilligini qarang. Necha kilo chiqadi bu? Bu 3 kilo ham chiqmaydi. Buni ayollar ishlashsa ham bo'laveradi, yosh bolalarga borani uni qilib qo'yasiz. Misol qishloqda yosh bolalar ham yaxshi ishlaydi. Qo'lda tapib qo'yish shart emas ekanda, o'zini sasitib, tegish shart. Chiroyli bo'lib kiyinib kirib ham bor-ku. Shunday qilasiz, ana. Molni o'yini tortib turib, shunday nimasiga araqaga tushib qolsa bo'ldi degan to'g'ri. Araqaga torttirib uni bitta ko'tarasiz. Tamom. Ishi go'zal. Tayyorga bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. Tayyorgarlik qilingan yo'q. Sirazi. Shunchaki hozir kelib bu videoni qilishga qaror qildim. O'rtog'im oldiga kelgan edim, o'zi asli ko'rib o'zim haqiqatda zo'r bo'libdi deb obunachilarim yilni qo'ydim. Azizlar, chorva boqayotganlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Tashab qo'yasizlar.